Amerikada yoqilg'i shoxobchasidamiz. Bu yerda doim narxi onlayn tarzda ekranda shu raqamli monitorda ko'rinib turadi. Agar benzin narxi oshsa, bu ham ko'tariladi. Tushsa bu ham tushadi. Har 1 minutda bu yangilanib turadi. Buni birinchi navbatda karta biriktiriladi. Chek kerak emas. Hop, bizning vaziyatda 87 benzin quyiladi. Yoqilg'i quyish boshlandi. Demak, bu qanaqa ishlaydi? Karta biriktiriladi. Karta biriktirilgandan so'ng karta aktiv holatda ekanligini tekshiradi va yoqilg'i quyishni boshlaydi. Misol uchun savol, agar kartada pul kam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni $5 bo'ladigan bo'lsa, men $40 benzin quysam nima bo'ladi? Bu vaziyatda benzin quyaveradi. Men ketaveraman, lekin bitta notomoni bor. Bularni menejeriga bu haqida xabar tushadi. Ya'ni o'sha mijoz kam pul to'lab ketdi deb. Bular bank bilan bog'lanadi. Xat orqali bank siz bilan bog'lanadi, muddat beradi to'lashga. Xullas kalom vaqti kelib yechadi. Agar yechmasa, ish sudgacha borishi mumkin. Bu yerda yana bir qulayliklardan, albatta, oyna tozalash uchun maxsus gubka va suyuqlik bor, salfetka, chiqindi qutisi bor. Shu bu yerda yana magazin, kafe, hojatxonalar bor. U tarafda katta mashinalar uchun yoqilg'i quyish joylari. 24 ga 7 rejimida ishlaydi. Bu yerda benzin galloni sotiladi. Mana misol uchun boya quygan joyimizda $3.99 edi 1 galloni. Bu yerda $4.59. 89-benzin $5.09. 93-benzin $5.59. Dizel $5.79.